Assalomu alaykum. Men Chorshanbek Hasan. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishi talabasiman. Akademik ko'nikmalar va kasbiy kapasitlik fanidan bizga ogoh nazar topshiriq berilgan va bu davlatlar kesimi bo'yicha va mana shu undarajaga universitet 16 ta reja bo'yicha berilgandi va men o'zimga Fransiya davlatini olgan edim. Xo'p, kirishdan boshlasak, Fransiya Shimoli-g'arbiy Yevropada joylashgan davlat. Tarix va madaniy jihatdan G'arb dunyosining eng muhim davlatlaridan biri bo'lgan Fransiya xalqaro maydonda ham juda katta rol o'ynaydi. Uning sobiq mustaqillari dunyoning deyarli barcha hududlarida mavjud bo'lgan. Geografiyasi Atlantika okeani, O'rta Yer dengizi, Alp va Pireney tog'lari bilan chegaralangan. Uzoq vaqt davomida Shimoliy va Janubiy Yevropani bog'lovchi geografik, iqtisodiy va til jihatdan ko'prik vazifasini bajargan. Fransiya dunyodagi eng qadimiy davlatlardan biri bo'lib, o'rta asrlarda yagona hukmdor ostida birlashgan gersogliklar va knyazliklar ittifoqi natijasida shakllangan. Bugungi kunda ham o'sha davrdagidek markaziy hokimiyat davlat qo'lida jamlangan, garchi so'nggi 10 yilliklarda mamlakat mintaqalariga ma'lum darajada mustaqillik berilgan bo'lsa ham. Fransuz xalqi davlatni erkinlikning asosiy himoyachisi deb biladi va davlat o'z navbatida fuqarolarga bepul ta'lim bilan tartib-sog'liqni saqlash va pensiya tizimigacha bo'lgan ijtimoiy imtiyozlar dasturini taqdim etadi. Shunga qaramay, bu markazlashuvga moyillik Fransiya millatining yana bir qadimiy g'oyasi. Shaxs ustuvorligini ta'kidlash bilan ko'pincha ziddiyatga kirishadi. Bu masala haqida tarixchi Julius Michelet shunday degan edi: Angliya imperiya, Germaniya millat va irq, Fransiya esa shaxsdir degan va bir qancha davlat arboblari ham bu haqda fikrlar berib o'tishgan. Bir vaqtning o'zida ham umuminsoniy ham o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan fransuz madaniyati keng tarqalgan va san'at hamda ilm-fan rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan, ayniqsa antropologiya, falsafa va sotsiologiya sohalarida. Fransiya hukumat va fuqarolik ishlarida ham katta ta'sir ko'rsatgan. Ma'rifat asri va fransuz inqilobi davrida dunyoga muhim demokratik g'oyalarni taqdim etgan va avlodlar tomonidan islohotparvar va hattoki inqilobiy harakatlarning rivojlanishiga ilhom bergan. Tadqiqotlarga keladigan bo'lsak, birinchi tadqiqotimiz 2020-yilda Susana Crowe va Antonio Miguel Martinsdan borilgan. Bu tadqiqotda Fransiya mehmondo'stlik sanoatiga kiruvchi chet el to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar zaxiralarining determinantlarini o'rganadi. Tadqiqotda 2000-2017 yillar davomida Fransiya va 19 investor mamlakat orasida ikki tomonlama kiruvchi zaxiralar uchun panel gravitasion modeli qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Fransiya investor mamlakatlari o'rtasidagi ikki tomonlama kiruvchi FDI zaxiralari ularning daromadlari bilan ijobiy bog'liq bo'lib, ularning o'rtasidagi Moskva bilan teskari proporsionallik va shuningdek Fransiya va investitsiya qiluvchi mamlakatlar o'rtasidagi soliq farqlari, mehnat xarajatlari, malakali ishchi kuchining mavjudligi, davlat xizmatlari ta'minoti, umumiy FDI zaxirasi kabi omillar ham chet el investitsiya joylash qarorlarini tushunishga ham muhim rol o'ynaydi. Oxir-oqibat natijalar Fransiyaning ayniqsa fransuz tilida so'zlashuvchi mamlakatlardan umumiy chegara va madaniy yaqinlik mavjud bo'lgan hududlarda mehmondo'stlik sanoatiga FDI jalb qilishning muvaffaqiyatli ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchi tadqiqot 2024-yilda Anna Florio, Daniel Sina, Ricardo Zago tomonidan yuborilgan. Shu maqola global qiymat zanjirlarida ishtirok etish va pozitsiyaning Philips egri chizig'ining qiyinchiliklariga ta'sir va natijada monetar siyosatning inflyatsiyasini nazorat qilish qobiliyatiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Yevropa monetar ittifoqi ma'lumotlari va global qiymat zanjirlarida bo'yicha qo'shilgan qiymat o'lchovlaridan foydalanib, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, savdo ochiqligi roli bilan bir qatorda yuqori ishtirok Philips egri chizig'ini silliqroq qiladi. Ushbu dalil nazariy adabiyotlar bilan mos keladi. Agar ular globalizatsiya narxlarning ish bilan ta'minlanganlikka sezgirlikni kamaytirishi mumkinligini, bu esa kuchsiz strategik to'ldiruvchanliklar, yuqori bozor kuchi va mukammal bo'lmagan valyuta kursi uzatish orqali yuz berishini ta'kidlaydi. Boshqa tomondan global qiymat zanjirlarida pozitsiyaning roli statistik jihatdan ahamiyatli emas. Uchinchi tadqiqot 2018-yil Marilyn Wichborden, Chantal Lemuel, Mariana Ugel tomonidan borilgan. Empirik natija shuni ko'rsatadiki, savdo ochiqligi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik uzoq muddatda tashqari bozorga ko'proq yo'naltirilgan mamlakatda yuqori iqtisodiy o'sishga erishishini anglatadi. Biroq savdo ochiqligining bir xil darajasi turli xil savdo tizimlarini yashashi mumkin. 1988-yil 2014-yillar oralig'ida 169 ta mamlakat bo'yicha panel ma'lumotlari asosida endogen o'sish modeli, baholashning umumlashtirilgan ma'lumotlar usuli
yordamida tahlil qilindi. Natija shuni tasdiqlaydiki, yuqori sifatli mahsulotlar va yangi turdagi mahsulotlarni eksport qiluvchi mamlakat tezroq iqtisodiy o'sishga erishadi. Eng muhimi, eksport ulushi va eksport soatining sifat o'rtasida nonlinear bog'liqlik mavjudligi aniqlanadi. Bu shuni anglatadiki, agar mamlakat past sifatli mahsulotlarga ixtisoslashgan bo'lsa, savdo ochiqligi iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'rtinchi tadqiqot 2022 yil doktor Rolando Rubler Torrell va professor doktor Karima Chahuan Jimenez, doktor Hamis de la Fentimilla tomonidan olingan. Ushbu maqolaning maqsadi patentlar sonining oshishiga ta'sir etuvchi o'zgaruvchilarni aniqlash va o'lchashdan iborat bo'lib, bu orqali mamlakatlarda innovatsiyaga asoslangan barqaror rivojlanish siyosatlarini ilgari surish imkoniyatlarini yaratishdir. Tadqiqotda patentlarning rivojlanishga ta'sirini o'lchash uchun aralash modelning ekonometriya baholash usuli qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ilmiy tadqiqot va rivojlanish sohasida muayyan ahamiyatga ega bo'lgan iqtisodiyotlarda patentlar soni ortib boradi. Shu bilan birga, empirik natijalar texnologik innovatsiyalar tufayli solishtirma afzalliklar dinamik bo'lishi mumkinligi haqidagi nazariy modellarga mos keladi. Nihoyat, ushbu maqola innovatsiya tadqiqotlarida ishtirok etish va bilimga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishda markaziy parametr ekanligini ko'rsatadi. Beshinchi va oxirgi 2021 yil yozilgan bu tadqiqot Jean-Charles Bricoin, Samuel Delpech, Margarita Lopes Ferrero tomonidan olib borilgan. Taxminan 15 yil davomida Fransiya firmalari darajasidagi ma'lumotlarga asoslanib, biz soliq boshqarmalariga yo'naltirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar orqali amalga oshirilgan mikro darajadagi foyda ko'chirishning Fransiyada kuzatilgan umumiy xavfsizlik pasayishgan hissasidan baholashgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, firma soliq boshpanasida faoliyat boshlaganidan keyingi dastlabki yillarda Fransiyada o'lchanadigan mahsuldorlik pasayadi va mehnatning ko'rinma mahsuldorligi o'rtacha 3,5% ga kamayadi. Ularning fikricha, soliq boshpanasida ishtirok etishdan keyingi ushbu mahsuldorlik pasayishi asosan ko'p millatli kompaniyalarning soliq optimallashtirish strategiyasi bilan izohlanadi. Ya'ni foyda endi ona mamlakatda qaytilmagani sababli ichki mahsuldorlik pastroq ko'rsatkichda baholanadi. Mahsuldorlikning pasayishi ayniqsa nomoddiy kapitalga boy firmalarda kuchliroq kuzatiladi. Bunday firmalarda pasayish 4,1% tashkil etadi. Bu esa nomoddiy aktivlar mamlakatlar o'rtasida osonroq ko'chirilishi va soliq rejasining yangilashishi bilan izohlanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, noto'g'ri o'lchash kuchli dinamik ta'sirga ekanini ko'rsatadi. Firma soliq boshpanasida qancha uzoq bo'lsa, mahsuldorlikdagi pasayish shuncha kuchliroq bo'ladi. Fransiya haqida umumiy ma'lumot. Birinchi rasmga qarasak, hozirda Fransiya prezidenti Emmanuel Makron ko'rsatilgan. Ikkinchi rasm Fransiya Respublikasi xaritasi. Yevropadagi aynan. Fransiya rasmiy nomi bilan French Republic asosan G'arbiy Yevropada joylashgan davlatdir. Uning xorijdagi hududlari va viloyatlari qatoriga Janubiy Amerikadagi French Guyana, Shimoliy Atlantikadagi Saint-Pierre-et-Miquelon, Fransuz G'arbiy Hind orollari va Okeaniya hamda Hind okeanidagi ko'plab orollar kiradi. Boshqa orollar bor. Fransiyaning asosiy qismi metropolitan Frans, shimolda Belgiya va Lyuksemburg bilan, shimoli-sharqda Germaniya bilan, sharqda Shveysariya bilan, janubi-sharqda Italiya va Monako bilan, janubda Andorra va Ispaniya bilan, shimol-g'arbda esa Buyuk Britaniya dengiz chegarasiga ega. Uning asosiy hududi Reyn daryosi Atlantika okeanigacha, O'rta Yer dengizidan Angliya kanalidan hamda Shimoliy dengizga cho'zilgan. 18ta integral regioni, ulardan 5ta xorijdagi hududlar bo'lib, jami 13+5 jami 32,702 kilometr kvadrat metrni egallaydi va 2026-yilda aholi soni taxminan 69,1 millionni tashkil etadi. Poytaxti eng yirik shahar va asosiy madaniy hamda iqtisodiy markazi Parij bo'ladi. Erta o'rta asrlarda franklar Franiya qirolligini tashkil etib, bu hudud Karl Vinsi imperiyasining markaziga aylangan. 843-yildagi Verdun shartnomasi imperiyani bo'lib, G'arbiy Franiya keyinchalik Fransiya qirolligiga aylangan. Yuqori o'rta asrlarda Fransiya kuchli, ammo markazlashmagan feodal qirollik bo'lgan. 14-15-asrlar o'rtasida esa Angliya bilan 100 yillik urush davrida dinastik mojaroga duch kelgan. 16-asrda Fransiya madaniyati Fransuz uyg'onish davrida gullab yashnagan Fransuz mustamlaka imperiyasi yuzaga kelgan. Ichki siyosatda Fransiya Gabsburglar uyi bilan mojarolar va katoliklar bilan hugenotlar o'rtasidagi diniy urushlar bilan boshqarilgan. Fransiya 30 yillik urushda muvaffaqiyat qozongan va Lyudovik XIV hukmronligiga o'z ta'sirini yanada oshirgan. Ikkinchi reja iqtisodiy rivojlanish tarifi. Uchinchi rasmda Fransiya iqtisodiy o'sishini ko'ramiz. 2004-2000-yillar o'rtasida iqtisodiy tarixning rivojlanishi Fransiyada boshqa sanoqlashgan mamlakatlarga, masalan, Belgiya, Buyuk Britaniya, Germaniya va AQShga nisbatan sekinroq bo'lgan. 30-40-yillargacha Fransiyada iqtisodiy tarix maktabi mavjud emas edi.
Ushbu sohadagi takliflar faqat bir nechta alohida olimlar bilan cheklangan. Masalan, Fransuz iqtisodiyot tarixining asoschisi Emil Levasseur va Genri Gaussler 1920-yilda Sorbonne universitetida iqtisodiy tarix kafedrasiga birinchi bo'lib tayinlangan. 30-yillargacha Fransiya intellektual elita odatda iqtisodiy masalalarga qiziqmagan. Bundan tashqari, siyosiy iqtisodni o'rgangan huquq fakultetlari bilan tarix fakultetlari o'rtasidagi qat'iy ajratish mavjud edi. Tarix fakultetlari esa siyosiy, diplomatik va diniy tarixga ustun bo'lgan. 4-rasmda Fransiya tarixiy iqtisodiy o'sishi boshqa davlatlar bilan birga ko'rishimiz mumkin. Bu ancha eski ma'lumot ekan. Boshqa davlatlar bilan 65-yilda Labrosse nafaqaga chiqqanda Fransiya iqtisodiy tarixida muhim burilishlar sodir bo'lgan. Natijada qanchalik iste'dodli bo'lmasin, hech bir shaxs Labrosse egallagan darajadagi ustunlikka erisha olmagan. Bundan tashqari, Indiyagani birlashtiruvchi paradigma ham mavjud emas edi. Mana endi 5-rasm Fransiyada yaymning o'sib borishi, 6-rasmda Fransiya yaym yillik choraklar bo'yicha o'sib borishi foizini ko'rishimiz mumkin. 2025-2021 olingan. Fransiya iqtisodiyoti 2025-yilning 4-choragida choraklik hisobda 0,2% o'sdi. Bu 3-chorakdagi 0,5 o'sishdan past bozor kuchlariga mos keladi, deb xabar beradi tezkor ma'lumotlar. Bu 3 chorakdagi eng zaif choraklik o'sishni ko'rsatadi va ichki talabning zaifroq hissasi bilan izohlanadi. Davlat xarajatlarining o'sishi sekinlandi. Shu bilan birga barqaror investitsiyalar ham sur'atini yo'qotdi. Investitsiyalarning sekinlashishi asosan transport uskunalari, kapital mollari va qurilish sohasidagi xarajatlarning kamayishi bilan bog'liq bo'ldi. Zaxiralar o'zgarishi ham o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatib, 1% punktni kamaytirdi. Boshqa tomondan, uy xo'jaliklari iste'moli tezlashdi. Bu tovar xaridlarining tezroq o'sishi va xizmatlar iste'molining yanada oshishi bilan qo'llab-quvvatlandi. Soha-savdo esa kuchli hissa qo'shdi. 0,9% punkt bilan o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Garchi eksport sezilarli pasayib, shu 2% dan 0,9% ga tushgan va import esa 1,7% ga kamaygan. Yillik hisobda yaym 1,1% ga o'sdi. Bu 3-chorakdagi 0,9% dan yuqori, ammo 1,2% prognozdan biroz past. Shunga qaramay, bu 5 chorak ichidagi eng kuchli yillik o'sish hisoblanadi. Uchinchi reja iqtisodiy sektorlar tahlili. 7-rasmda Fransiya iqtisodiy sektorlar ulushida ko'rsak bo'ladi. 2013-2013-yillarda qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar sektorlari katta servis xizmatlar sektori katta foizni egallagan. Chunki Fransiyada xizmat ko'rsatish juda kuchli. Asosan xizmat ko'rsatishdan GDPsi katta bo'ladi. Iqtisodiy sektor tahlili. Qishloq xo'jaligi, o'rmonchilik va baliqchilik. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari shakar qamishi, bug'doy, makkajo'xori, arpa, kartoshka, uzum, olma. Fransiya 18-yildan ishlab chiqargan mahsulotlari 9,5 million tonna shakar qamishi, jahon bo'yicha 2-o'rin, 35,8 million tonna bug'doy, jahon bo'yicha 5-o'rin, 12,6 million tonna makkajo'xori 11-o'rin jahon bo'yicha, 11,2 million tonna 2-o'rin, 7,8 million tonna kartoshka 8-o'rin. 8-rasmda qishloq xo'jaligi, baliqchilik va o'rmonchilik sektorlarining yayimdagi o'sishini ko'rishimiz mumkin. Fransiyadan nominal yayim bo'yicha dunyodagi 7-chi sotib olish qobiliyati pariteti bo'yicha esa 9-yer iqtisodiyot hisoblanadi va dunyo yayimining taxminan 3% tashkil qiladi. Fransiya iqtisodiyoti diversifikatsiyalangan bo'lib, asosan xizmatlar sektori ustunlik qiladi. Sanoat sektori yayimning 9,5%ni, birlamchi sektor esa qolgan 1,7% tashkil etgan. 2024-yilda Fransiya Yevropada eng katta chet el to'g'ridan-to'g'ri investitsiya qabul qiluvchi davlat bo'ldi va tadqiqotlar hamda rivojlanishga Yevropada 2-o'rinda xarajatlar qiluvchi davlat bo'ldi. 2020-yilgi Bloomberg innovatsiya indeksi bo'yicha dunyodagi innovatsion 10 mamlakatdan biri sifatida, shuningdek 19-yildagi global raqobatbardoshlik hisobotiga ko'ra dunyoda 15-o'rinda turadi. Fransiya dunyodagi 5-chi yirik savdo qiluvchi mamlakat hisoblanadi.